Assalomu alaykum akalar, charchamoqsam tuzumsizlar. Bunaqa joylar juda ham kamdan kam. Ko'ryapsizlar, eshiklar tagidan postoyanni suv oqishini xohlasanglar, mash hovlini olishinglar shart. Ko'ryapsizlar, daraxtlarning har xil daraxtlari bor. Akalar, joyimiz Yangi Toshkentdan bor yo'g'i 3 kilometr radiyusda qiladi. Yangi bozordan 500 metr radiyusda qiladigan joyda turibmiz. Shunaqangi ko'p daraxtlar bor. Bu tomoningiz malina, bu tomoningiz nerjevika, xudo xolsa pomidor, kartoshka, bodring, hamma narsa borda огород ichida. 4 burchak joy, eng qizig'i oldi fasadi 32 bo'ladi. Akalar, 4 so'tida maza qilib bo'lsanglar bo'ladi. Oxirgacha videoni ko'ramiz. Mahallaga e'tibor beringlar. Mahallada haqiqatan tankada aylanib ketadigan mahalla. Biza taraqqiyot mahallasida turibmiz. Bu joyda yerlar narxi 10 ming dollardan kam emas. Bu joy narxini biza 8.900 dollarga tushirib qo'ydik. Mevali daraxtlarning hammasi bor, ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa teragam o'zingizlardan chiqadi akalar. Shoshilamiz. Oldi fasadimiz 32 hisoblanadi. Bu degani juda ham yaxshi degani. Chunki 4 so'ti bemalol bo'lishmasanglar bo'ladi. Mevali daraxtlarning hammasi bor. Yangi bozordan 500 metr hisoblanadi. Akalar, dokumentlari o'q kelasida nomingizga dangra do'ng'ir qilib o'tkazib beramiz. Ko'ringlar, огородga hamma mevali daraxtlarning hammasi bor. Tez shoshilamiz akalar, kelib turib egalari bilan yana gaplashsanglar bo'ladi. Yangi Toshkent kanalini kuzatinglar akalar. Yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lasizlar, arzon joylarni o'tkazib qo'yasizlar. Bizning kanalga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.